Assalomu alaykum hammaga. Bugungi marketni ko'radigan bo'lsak, Euro GBP'lardan nima deb kutyapman, hozir ko'rib chiqamiz. Dailyga e'tibor qaratadigan bo'lsak, GBPUSD mana bu likvidni olgandan keyin narx shu likvidga reaksiya berib daily candle pastroqda yopilgan. Ikkinchi kun ochilgandan keyin tepaga harakat qilyapti shu doji candle'ga qarab. H4 time frame'ni ko'radigan bo'lsak, H4 time frame'da mana bu yerda FVG bor edi. FVGdan narx FVGni chekirib turib, Aziyani low'ni oldi. M15 ga o'tadigan bo'lsak, M15 da ko'rishingiz mumkin. Bu H4 FVG, FVGdan narx low'da olgan. O'sha low'dan bu highgacha ishlandi. Men kutayotgan narx hozircha mana shu tepa PDH bo'lib turibdi. Lekin short ham ketib qolishi mumkin. Chunki DXY ga qaraydigan bo'lsak, DXY da tepada hali ya'ni impuls bilan tushib kelgan bozor. Shu yerga ham chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir New Yorkni kutganimiz ma'qul. New Yorkda setup beradigan bo'lsa, setupdan kirgan yaxshi. Pastroqda ham DXY da low bor. Shuni hisobga olib ishlasak bo'ladi. Yevroda ham shu FVGdan reaksiya olyapti narx. PDHlargacha. Bu FVGdan narx reaksiya oldi, ko'rishingiz mumkin. Bu FVG ishlab berdi pastga. Mana bu SMT bo'ldi. Endi tepaga qarab harakatlanyapti. Bu hozir mana bu FVG ga prosta reaksiya berib, pastroqga ham tushib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ishlasak bo'ladi. DXY bilan ham SMT qildi bu. DXY da mana bu weekly FVG ga yevro chiqib bergan. DXY da qaraydigan bo'lsak, DXY da hali kelmagan. GBP da ham narx olgan qiladi. Shuni hisobiga bozorda ozgina qaytish bo'ldi. Agar New Yorkda bu highlarni buzib o'tadigan bo'lsa, qanaqadir lowlardan sweep qilgan bo'lsa, biz entry qilsak bo'ladi PDHlargacha yoki qanaqadir highlargacha. Shunaqa ideya bugun menda.